Umidjon, mazangiz yaxshimi? Assalomu alaykum, keling Rustam aka. Yaxshimisiz aka? Yaxshimi? Yaxshi etib oldingizmi? Vat. Do'stlar, qaranglar, hozir mana shu tom bitish arafasida. Do'stim, rostdan ham tunika yoki shifer qoqish mutlaqo tekinmi? Rustam aka, bu obyektimiz mana konteyner profildan bo'lgan. Biz qaygaki qilib bersak, shunaqa konteyner profildan obyektlar tomlarni yopib bersak, tunikasi bilan shiferini bonus evaziga qatirib beramiz aka. Gap yo'q. Do'stlar, qaranglar, hozirgi mavzuyimiz tom yopish haqida. Bular shiferni hamda tunkani mutlaqo tekinga qoqishar ekan. Videorolikni boshlaymiz do'stlar. Qo'llab-quvvatlash uchun bittadan like-ni bosinglar. Usta, adresingiz qanaqa? Adresimiz Andijon viloyati Asaka shahrida. Lekin hozir biz turgan joyimiz Andijon viloyatida Xo'jaobod tumanida. Do'stlar, sizlarga atayin mana shuni ko'rsatish maqsadida keldik. Yana sizga bir savol. Konteynerni profilidan nimalar yasaysiz? Konteyner profilidan aka zamonaviy molxona, kottej tomlari, zavod fabrika tomlari, to'yxona tomlari aka, uy tomlari, shu mini stadion, xolodilniklarning tepasiga tom, katta naveslar ustunsiz. Shunday. Do'stim, qarang. Hozir mana shu nech metr? Bu obyektimiz aka 22 ga 14.80. Mana. Biz hali uni tepasiga ham chiqamiz. Narga tarafiga qanaqa? Eniga bo'yiga deyshadi. U yog'i ham shunday, bir xil. Orqadan o'tib ko'rishingiz mumkin aka. Ketdik, kiramiz. Hozir bu tarafdan ko'rinasha. Lekin zo'r chiqqan, bitish arafasida turibdi. Mana ichkariga kirdik. Haqiqatdan tom zo'r chiqqan. Hozir tepasiga ham chiqamiz. Xo'p, azizlar, biz hovli tarafiga, ya'ni uyning ichkari tarafiga kirdik. Mana ko'rishingiz mumkin Rustam aka, tepadagi kaptarxonalarni aka chiroyli qilib chiqaverganmiz. Ana tunikalari yopilyapti. Hozir obed mahalliy kun issiqligi uchun ustalarimiz 1-2 soat damini olyapti aka. Ozgina joyimiz qolgan, xudo xolasa bitish arafasida bu obyektimiz. Hozir tepadan ko'rinish holatlarini ham ko'rishingiz mumkin aka. Lekin haqiqatdan pastdan qaraganda do'stlar zo'r chiqqan. Hali tepaga chiqmadik. Hozir chiqamiz, uni ham ko'ramiz. Mabodo like bosmagan bo'lsangiz, bosib qo'yinglar. Bu ustaga istagan vaqtingizda mana bu yerga telefon qilsangiz, nomer olib, sizni uyingizga hatto so'rittok, teplitsa, ana shunaqa narsalarni ham qurib berishadi. Biz ketdik. Hop, mana hozir tepaga chiqish jarayonida turibmiz. Dahshatliki. Mana sizga tom. Zo'r. Oralig'i qancha buni? Bunaqasiga. Buni oralig'i aka 120 dan tushgan firmalarda orasi. 120 firmalarning oralig'i. Lombos qiladi. Usta, hozir mana bu oraliqlar nima uchun ochiq qolgan? Aka, bu oralig'imiz kelajakda mansab tepani tirkatash qilmoqchi, ishlab chiqarish. Shuning uchun ochiq. Oilaviy ishlab chiqarish qilmoqchi aka. Shuning evaziga mana tepasiga bemalol pol qoqsa ham bo'laveradi aka buni. Loy bosadi mana pastki tarafiga aka. Mana tepasiga pol qiladi aka. Ha, mana bu tarafiga lombos bo'ladi. Shunday aka. Tushunarli. Endi qarang, mana bu profillar hammasi konteynerdan qilingan-a? Shunday aka, konteynerda profil aka. Necha profillar? Profillarimiz bu 4 ga 4 profillarimiz mana 4 ga 2 bo'ladi. Biz buni juplashtirib aka, mana haqa 4 ga 4 qilamiz. Ishlanadigan joyiga karib ishlatamiz, va ichlariga stokalari, zigzaglari yakkalik bo'ladi aka. Bu o'zi qalinligi necha yuradi? Qalinligi aka 1.8 2 lik bo'ladi aka. Qalinligi. Xo'p, mana shu tom qarang, hozir bitta adab qapta qishda qanaqa qorni ko'taradimi zo'r? Va aka, xudo xolasa bemalol katta to'yxona, molxonalar qilib berib kelyapmiz aka. Hali birortasidan shikoyat tushgan yo'q aka, xudoga shukr. Qayerga bersak, rahmat aytib kelyapti aka. Zo'r. Ba'zilar o'ylaydi, endi tom qilish vaqti keldi. Nimadan tayyorlar ekan deb. Mana siz do'stlar, haqiqatdan zo'r chiqqan lekin. Telefon qilib, mana shu ustaga bog'lanaverasiz. Do'stlar, hozir mana tepadan ko'rinishi tomni o'zingiz baho berasiz. Haqiqatdan menga juda ham yoqdi, lekin eng yaxshi tarafi siz do'stlar hech narsa ish qilmaysiz, telefon qilasiz, hammasi o'zini bunaqa materiallar bilan, hattoki varijoniy, hamma asbob uskunalar bor. Hamma yo'q bor aka. Instrumentimiz xudoga shukr hammasi bor. Nech pulgacha tomni narxi? Aka, kvadrati 180 ming so'mdan aka 250 ming so'mga doğru chiqaradi aka. 170 ming so'mdan ham chiqadi aka. Bir skatli kichkina joylar, devorlari ko'tarilgan bo'lsa aka 160 ming so'mdan ham to'g'ri kelib qoladi. Aslan aka 180 ming so'm, 250 ming so'mga qadaydi aka.
Hozir bu yer kvadrat qanchadan bo'ldi? Bu yetimiz aka 200 ming so'mdan to'g'ri kelgan. Mana shu yetimizni 65 millionga tunikasini olib beryapti aka. Tarnovini olib beryapti. Qatr berish xizmat hamma yo'q ichida aka. 65 million so'mga mana shu yerda mana shu temirlar hammasi sizlardan bo'lyapti. Shunday aka. Boshqaligi elektrod, balyarka tosh, u yoqdan kelish, yo'l kira xizmatlari hammasi bizning bo'ynimizda aka. Faqat do'stlar tunka yoki shifer olib berasiz, o'zi cho'nchagingizdan bo'ladi. Qadab berishadi. Qayergacha borasizlar sizlar O'zbekiston bo'ylab? O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Hamma joyga. Shunday. Bu yoq Qashqadaryo, Surxondaryo, Qoraqalpog'iston, Xorazm, Nukus. Qo'shni davlatlargacha. Qo'shni davlatlarga Qirg'izistonda qilib o'tdik aka. Qozog'istonga o'tganimiz yo'q. Qirg'izistondan bo'lsa, bemalol qilib kelaveramiz aka. Juda zo'r. Kargo xizmatlari qo'shiladi Qirg'izistonga. Chunki mana shu yerdan olib ketasizlar-da Andijon. Shunday, ha. Qorasuvdan o'tiladi, Do'stlikdan o'tiladi. Profillarni. Do'stim, qarang, bo'lmasam yana eslatib o'tamiz. Temir profillardan nimalar qurasiz? Aka, shu konteyner profillardan aka. Katesh tomlari, mini stadion, shunaqangi uy tomlari, zavod fabrika tomlari, zamonaviy molxona, to'yxona tomlari aka, 25 metrga to'g'ri bez ustun bemalol yo'q beramiz aka. Moysamlarni tepasidan ham yo'q berasiz. Yo'q beramiz aka. Yaxshi. Hozir mana bitta 28 metrli stadion qildik aka. Xudoga shukr, hali shu paytgacha podvayt qilgani yo'q aka. Ustuni yo'q. Ustuni yo'q, bo'lmaydi stadionda. Shunday. Hozir 25 ga 48 Qashqadaryo viloyati Dehqonobodda qilyapmiz aka stadionni. Uy egasi nima berish kerak sizlarga? Uy egasi yotar joy, oziq-ovqatni beradi aka. Agar oziq-ovqatni kelishamiz, menda imkoniyatim yo'q, odamim yo'q, qilib beradigan bo'lsa, unisiga ham pulini qo'shib bersa, bemalol o'zimiz qilib yeyveramiz pitaniyalarda aka. Boshqa narsa, hamma narsa yoningizdan. Yonimizdan, shunday aka. Umidjon, bo'lmasam sizga telefon qilishadi. Doim ishlaydigan nomeringiz? Doim ishlaydigan nomerimiz aka 88lik 836 44 46. Yana bitta nomerimiz 97lik 060 48 00. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Zo'r. Azizlar, xuddi shu nomerlarni mana bu yerga yozib qo'yganmiz. Telefon qilib tom mavzusida qanaqa savollar bo'lsa, mana esimdan chiqib qolgan joylar ham bo'lsa telefon qilarsiz. Mana esa ko'rsatuvni shu yerda yakunlasayman. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.